Assalomu alaykum gruppadoshlar, yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Anamarofjon kelgan anchadan buyon mualliflik ashulasini qilaylik deb yurgandi. Qildik ana. Birga ijod qildik, zo'r bo'ldi, xudo xolasa yaxshi chiqdi. Bu yoq endi sizlardan o'zingiz baho berasizlar, qo'llab-quvvatlaysizlar yigitchani. Omadini bersin. Eshitib baho berasizlar. Bir kuplet aytadi, eshitinglar qani. Bahosini o'zlaringiz berasizlar, bu yoq sizlarga havola bo'lsa. Aka, rahmat, shu 1-2 oydan keyin buyon bezovta qilib telefon qilamiz, har kun shu narsani taxlab berdilar. Bu narsani onlarni taxt bo'layapti, 1-2 kundan keyin chiqadi, ko'rasizlar, eshitib ko'rasizlar. Hozir jonli ijroda aytib beramiz.